ko'chirish yo'lida devor tushib Bugun ertalabda Instagramga kirsam, kimdir kommentariyada hamma yog'ingiz chala deb izoh qoldiribdi. Baraka topkur bitmagandan keyin chala bo'ladi. Ertalabdan kimdan, nimadan norozisiz deb. Hamma ham mansa orasida bir ikkita shunaqa odamlar bor. O'zini real hayotidan shunaqa ham norozi, shunaqa ham zerikkanki, Instagramga kirib olib, kimdan nima ayb topsamikin deb o'tirishadi. Biz bo'lsa bugun devorlarni tinch qo'yamizda, sizlar bilan yangi olgan narsalarimni raspakovka qilamiz. Yangi jihozlar tanlashda har bittasini ayamga rasmini ko'rsatsam, bolam menga ko'rsatmay qo'yaver. O'zing qaysini yoqtirsang o'shani ol. Shunda ham baribir hammasini rasmini ko'rsatdim-u, oxiri o'zim tanladim. Yangi qozon bilan skavorotkalarni qirib tashlamaslik uchun silikonovый nabor. Chiroyli va har xil pichoqlar. Asosan tuxumni chiroyli qilib qovurish uchun formali skavorodka ham oldim. Ayam xohlaganidek 11,2 litrlik katta qozon. Shunda ayam buni faqat osh, dimlama, shunga o'xshagan quyuq ovqatlar qilishga ishlatsa, kastrulkali naborda suyuq ovqatlar qiladi, chunki ana 11 litrlik qozon suyuq ovqatlar uchun juda ham katta. Eski qozon skavorodkalarni bo'lsa tashqaridagi kuxnyada qoldirdim. Keyingi videoda u yerlarni ham ko'rsataman. Agar sizga ham olgan narsalarim yoqqan bo'lsa, albatta izohlarda fikringizni bildirib keting.